Hey akajon qarang. Turkmanistonda deydi qora mashina haydash mumkin emas deb yozibdi. Shu rostmi shu? Rahmat aka, qayerdansiz? O'zingizni tanishtiring, efirni ko'rayotgan ekansiz. Sizga nima deydi? Bir surpriz qilmoqchi edim, bo'lmadi. Men Turkmanistondan aka. Mana Mercedes-Benz avtomobili. Ham omad aka, omadini bersin har kimning ham. Mana akamning yanında birinchi marta olishim, birinchi marta o'yinga qatnashishim. Yo'ldosh jo'ramiz keldiyni, ana to'liq pulini berdik. Nima sabablar bo'ldi bu o'yinni o'ynasha? Hammangizlar ham o'ynanglar, ishonchli ekan. Mana O'zbekistondan turib, mashinaning pulini menga elma getirdilar hozir. Mashina olamiz, joy solamiz. Hammaning ham omadini bersin. Tilaklaringizni podpischilarga ayting. Yolg'on narsa emas. Mana shu akamiz O'zbekistondan keldi. Mashinaning pulini olib keldi. To'liq pulni oldingizmi? To'liq pulini oldim.